Unda kim zino qilsa, dunyoda jazosini olmasa, qiyomatda albatta jahannamga bir tushadi. Iloji yo'q. Zino qilgan odamlar tavba qilib dunyoda Allohga astag'fir yig'lamasangiz, jahannamga tushmaslikning iloji yo'q zino qilgan odam. Chunki zinoning jazosini Qur'on oyat bilan zikr qilgan. Payg'ambar alayhissalatu vassalom hadislarda ta'kidlagan. Bunga had belgilangan. Had jazo turlari ikkiga bo'linadi islomda. Bittasi had degani aniq Alloh belgilab qo'ygan jazo. O'zimizcha qilmaymiz uni. Qozi o'zidan bir hukm chiqarib buni manaqasiga jazolaymiz deya olmaydi. Alloh buyurgan jazo bilan jazolanadi. Had deyiladi shuni. Ikkinchisi ta'zir deyiladi. Ta'zirga u qozilarga, muftiylarga, zamonani ulamolar, rahbarlarga topshiriladi. Ular o'zining zamonasiga ko'ra o'sha jinoyatga jazo beriladi. Zino ta'zir emas. Zinoning jazosi had, birodarlar. Dunyoda had ijro qilinmasa, qiyomatda jahannamga tushishi aniq degan ulamolar shu.